semiz qo'y tug'olmaydi, tug'sa ham yaxshi boqolmaydi. Egizakchimi? Xudo xolasa egizak tushyapti, hammasini Xudo beryapti bizga. Barakati mashina aytadida. O'tgan bitta tuqqan. Bu yil ikkita tug'di. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Ulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Qiyot qishlog'idan, Pastqiyot qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, inshaalloh bugun sizlarga bir barakali haqida bir chiroyli ma'lumot olib berib, chiroyli kontent qilib bermoqchimiz. Videoni boshida aytamiz, ekranni qarshisiga yaxshilab o'rnashib olinglar. Bunaqa kontent hadeb ham bo'lavermaydi. Inshaalloh sizlarga ma'qul keladi. Mana Mahmudjon akam bilan inshaalloh chiroyli obzor qilib beramiz. Assalomu alaykum. Mahmudjon aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Obunachilar. Charchamayapsizmi aka? Xayrli bo'lsin. Rahmat, Xudoga shukr. Bu qo'raga akalar biz ko'p kelganmiz. Obunachilarimiz bilishadi ham, kommentariyalarda o'zi so'rashgan ham. Juda ko'p so'rashadi. Kunjara bilan boqadigan akani qo'ralariga boring. Nima yangiliklar deyshadi? Nima yangiliklar aka? Obunachilarimiz so'rashyapti. Xolasa mana ko'paytiryapmiz. Semiz qo'y tug'olmaydi, tug'sa ham yaxshi boqolmaydi, bolasi kichkina bo'ladi deyilgan edi kommentariyalarda. O'sha mahalda mana o'sha paraqa bilan boqadigan qo'ylarimiz bu yoqdan olsangiz, bu yoqda o'sha mana tirsillay yotibdi qo'ylar akalar. Ko'payotgan bolalari. Bu tuqqanmi bu? Ha, mana shu Jimchujinda mana shunda nomi. Qora. Ha. Panterani ukasi, hozir panterani ham ko'rsatamiz. Hozir 4 kunlik bo'ldi qo'zi. Endi mana ular egizakchi. Ular u bitta tug'ilsa kelik o'tganlar. O'tgan bitta tuqqan. Bu yil ikkita tug'di. Bu bilan nargiz qo'chqor, bunisi qo'chqor, bunisi soliq. Hop. Mana uni bolasi. Hop, buning ichida nechta egizak qo'y yuribdi? Hozir buning ichida 3 ta yo 4 ta. 3 ta 4 ta, hammasi egizakchimi? Xudo xolasa egizak tushyapti, hammasini Xudo beryapti bizga. Barakati mashina aytadida. Yo'q, aka men adashmasam o'tgan yil kelganda ular bittadan tuqqan. Hammasi bittadan tuqqan. Hammasi bitta donadan mana o'shalardan qo'ygan qo'chqorlarimiz ham bor. Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Hammasi yakka tuqqan, bir ikki dona qo'yimiz egizak tuqqan. O'tgan yil. Ha, o'tgan yil uni qora kalla bilan, qora kalla qo'yimiz bilan bu oxirida turgan oq kallali qo'yimiz egizak tuqqan. Uni bolalari mana shu qo'ranchida yuribdi hozir. Mana qo'yimiz tug'di-yu. Mana sariq. Ha, yo'q, nargo kallasi qora qo'y. Egizak shu ham. Bu ham egizak tushdi. Bu ham egizak tushdi. Hozir u mazasi qochib qoldi, lecheniya qilyapmiz, anaqa qilib qoldi, nima deydi? Yilida qanaqadir muammo bo'lib qoldi, doktorimiz hozir. Mahmudjon aka 2025-yilni o'zi baraka yili deb qo'ysak ham bo'laver aka. Xudo xolasa. Yo'q, buni qo'y ham katta ehtimoli bilan egizakchiga o'xshayapti. Xudo xolasa bizda hozir 30% emas, 40% egizak tushyapti bizda. Hozirgacha tuqqanlar deyarli egizak. Deyarli egizak tushdi. Deyarli egizak tushdi. Yakka qo'yimiz o'ta kam tug'ildi. O'tgan safar aka esingizda bo'lsa gaplashgan edik. Bitta ikkita pateriya bo'ldi. Pateriyani hisobiga xudo xohlasa Xudodan so'rab turibmiz, bu yoqdan yuvib ketsin degan edingiz. Degan edingiz. Xudo berib mana hozir ikkitadan tushyapti hozir. Yaxshi niyat, yarim molni bekorga aytishmaganda, hurmatli obunachilar, mana shunaqa. Inshaalloh mana yaxshi niyat qilaylik, hammamizga mana shunaqalardan nasib qilsin. Ikkita, to'rtta bo'lib ketsin inshaalloh. Endi bitta narsa shu edi. Mana qo'yimiz esingizda bo'lsa, 45 ta qo'y ichidan bitta olib bo'lganman degan qo'yim edi mana. Bu tarafda turardi, va? Ha, bu tarafda turardi. Shu qo'yimizni qochirgandik, u polvon qo'chqarimizdan. Hozir unga ham boramiz. Ishonsangiz, bola tashlab qo'ydi, bolalari 8 kilodan bo'lib tushib qoldi. Onasi ko'tara olmadi o'zini. O'zini ko'tara olmaganligini hisobiga istimalar bordi. Doktorimiz ukol qilganini hisobiga bola tashlab qo'ydi. Lekin bolalari 8 kilodan chiqdi. 8 kilodan 8 kilodan ikkitasi 16 kilo. Ha, bu ham egizak tushdimi? Bu ham egizak tushdi. Egizak tushdi, lekin asrab qola olmadi. Endi Alloh aytgani bo'ladi-ku. Alloh aytgani bo'ladi. Onasini asrab qoldi, alhamdulillah, onasi sog' qoldi. Bittani so'ydik. Uniki ham xuddi shunaqa holat bo'ldi. Bu ham egizak chiqdi. Bu ham egizak chiqdi. Ikkalasida bunda ham qo'chqor chiqdi, bunda ham qo'chqor chiqdi-da. Gap yo'q. Endi uni qasini Xudoyim taolo mana bag'idan o'nglab qo'ydi. Bular mana egizakdan tushib olishadi. Xudo xolasa akalarga aytadi-yu, kutilmagan joydan to'ldirib qo'ysin deydi-yu. Mana Xudo xolasa akalar, aka to'g'risini tan olish kerak. Ikkitadan tug'adi. Men o'zingiz ham o'ylamagan bo'lsangiz kerak. Sababi o'tgan yil hammasi bittadan tuqqan. Hammasi bittadan tuqqan. Hammasi bittadan tuqqan. Ikkita dona qo'yimiz bor edi, xolos biz egizakchi, biz biladiganimiz. O'sha qora kalla bilan. Hozir u qo'yni adderni ko'rsatamiz. Oldinroqga yuring-da. Mana. Xo'p, oppoq qo'yimiz turibdi. Buxariyskiga o'xshab ketadi tuzilishi. Mana oldingizdagi mana qora oq kalla, mana qora o'zi oq, peshonasida oqi bor. Shu qo'yimiz egizakchi bo'lgan. Bolalar shu yerda yuribdi. Uni qora kalla Buxariyskiga o'xshab ketadigan qo'yimiz bor-da, bir dona. O chekkadagi. Chekkadagi, eng chekkadagi. Shu qo'yimiz egizakchi edi. Bizda boshqa egizakchi qo'yimiz yo'q edi. O'zi ana shu parodadagi qo'ylarni ko'p egizakchi. Ko'p egizakchi. Buxariyskiga deydi ular. Buxariyskiga deydi, uni отдельно boqadigan odamlari bor o'zi. Shunaqa.
Hozir uni bolalarini ko'rsatamiz. To'rtalab tug'adiganlari ham bor. Ha, hozir uni bolalarini ko'rsatamiz. Endi bu tomonda Bu tarafda nima gap? Yosh shekilli bu tarafdagilar. bu tomondagilar, yo, o'zi hammasi qo'ylarimiz yosh bo'lgan. Bu yoqda qo'zilarimiz ko'proq, endi qo'ylarimiz kamroq qoldi. Sababi tuqqanlar aqqa chiqib ketib qoldi bizda hozir. O bitta shalpon quloq bor ekan, umuman qaranglar. Quloqni qaranglar. Elitalarimiz bor. Bizda ham-ne? Ha, mana. Ular 3 ta. Ularni sitora deb qo'yganmiz. Bittasi bu. Bittasi mana yonidagisi mana bu tomonida turibdi. Orqasi sizga qarab turibdi. Bittasi o tepaga chiqarib qo'yganmiz, oyog'i orib qolgan. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Mahmudjon aka, mana masalan, siz boshlaganingizda aytgansizki, men qo'yni hozircha kattasiga qiziqqanim yo'q. Ha. Yillar davomida qonuni yangilayman. Inshaalloh ana shunda natijasini ko'rsataman degansiz. Deganman, to'g'ri. Nima bo'lyapti? Etapma-etap o'zgarishlar. Endi ketdik. Endi bu yilgaligini qamimizni ko'rsataman-da. Plan. Ha. 25 dagi mahsulotlarni ko'rsatamiz. Birinchidan boshlaymiz. Xo'p. Mana akalar. Manash qo'rani juda ko'pchilik taniydi. Aynan manash tarafini juda ko'pchilik taniydi, sababi prosmotramni yorib yuborgan video qo'yganimizda. Mana polvon qo'chqarimiz, o'sha aytganimiz, bo'yi 1.4. Endi hozir bugun oldi, kechagina olib qo'ydim bu tepa to'qoraga. Hop, uni birinchi bolasi. Mana shu qo'y. Agar iloji bo'lsa sizga tashaganman, 10 kilolik qo'zi tushgan shu qo'zi. Shunaqa tug'ilgan kun tashagansiz. Tashaganman, orada yana bir marta tashaganman. Hozirgi kundagi 33 kilolikda tashadingizmi? Hozirgi kundagi holati 55 kilo. Necha oylik bu? 3 oylikka to'ldi. 3 oylik qo'zi 55 kilomi? 3 oylik qo'zi. Endi mana bu qo'zimiz o'tgan yil o'sha qo'ylarimizdan qochib kelgan qo'y bo'lgan. Adashmasam yo 6 oylik yo 7 oylik bo'ldi. 60 kilo. 60 kilo. Bu qo'yimiz bilan bu qo'yimiz orasida 5 kilo farq qilyapti. Aka, baribir qarangda, haligi juda ko'pchilik aytayapti, masalan, Zohidjon akalarimiz aytishyapti, boshqa seleksiyanerlar aytishyapti, haligi gibridlash natijasida go'shtdorlik va suyakchanlik o'zgaradi deyishyapti. O'sha narsalarni demak siz ham masalan tasdiqlayapsiz. Tasdiqlayapman. Oddiy qo'ydan ham mana shunaqa hozir orasini ko'rsataman panterani. Yirik bolalar tushyapti. Pantera. Eslab qolinglar, xudo xolisa bu qo'chqarni vystavkaga olib chiqamiz degan niyatimiz bor. Xudo xolisa inshaalloh. Bular o'tgan yilgi qo'zilarimiz, yarichkalarimiz. Mana bitta, mana go'zalimiz bor bitta. Oyog'i orib qolgan shuni. Setorlarning bittasi bu ham endi. Oyog'i orib qoldi, hozir licheniyada. Mana kunjara akalar. Pastayna kunjara turadi oldida. Oyog'i oriyapti, shuni hisobiga. Bunga antibiotik qilish kerak aka. Hozir licheniya qilyapmiz-da. Doktorimiz licheniya qilyapti. Mana ikkinchi qo'chqorimiz. Bunga hali nom qo'ymaganmiz. Mana. Svetliroq bu qo'chqorimiz. Buni bo'yi 98, ikki tishda. Siz bu bitta zo'r qo'chqor borda o'tkazib qo'ydingiz aka. Endi mana bu o'tganlik qo'zlarimizdan o'zimizga olib qolganimiz. Bu qo'chqarimiz nomi Dilinli. Dilinli deb nomlaganmiz, ha. Manisining nomi Shram Turunlinda. Mahmudjon aka, endi bir gap. Syomkalarda endi chiqaramiz, xabaringiz bor. Har kuni deyarli reklama chiqaramiz. Yaxshi narsa arzon emas. To'g'ri. Yaxshi narsani deyarli bahosi yo'q desa ham bo'laveradi. Shunaqa. Deylik, zo'r qo'chqor kelib qoldi. Zo'r qo'chqor keldi, puli qimmat. Xo'p. Olgan bo'larmidingiz, olmagan bo'larmidingiz? Hozirgi momentda olmasdim. Xo'p. Olmasligimning boisi zo'r qo'chqorlarni ko'ryapman. Endi maqtanmoqchi emasman. Zo'r qo'chqorlarni ko'ryapman. Tushgan bolalari 8 kilo, 9 kilo bo'lyapti-da. Men endi qo'chqorim zo'r demoqchi emasman. Lekin bizda eng kichkinasi tug'ilgani 8 kilo tushyapti mana shu qo'chqorimizda. Eng kichkinasi. Mana edi. Mana o jimchujina deb qo'ydim otini, qora qo'chqorcha. Bu ham hozir o'tkaztaman. Ya bismillah. Mana. Tokiomi ismlarda? Yo'q, Tokio. Turbalarda suv bor deng aka. Mana 8 kilo tug'ildi shu qo'zi. 4 kunlik qo'zi. Hozir 10 kilo bo'lib qolgandir. Hozir toraziga qo'yamiz hozir buni. Ava. Hurmatli obunachilar, hali kindigi ham tushmabdi. 4 kun yo 5 kun bo'ldi-da, endi ko'p bo'lgan yo'q. Yo'q, deganim aka, sizga savol berishimdan maqsad shu ediki, hop, 50 millionga oldingiz deylik bitta qo'chqorni. Hop. 5-sog'liqqa qo'ydingiz. Hop. Oqlaydimi, oqlamaydimi? Hop, endi 50 millionga oldingiz qo'chqorni. Hop. Tushsa, tushdi. Tushmasa yana bir yil kutasiz-da. Undan tavakkalolloh, ja qimmatini emas, sal ozroqdan boshlash kerak. Masalan, ko'rib yurganingiz bo'lsa, bolalarni ko'rib yurganingiz bo'lsa, unda olsa bo'ladi. Arziydi-da. Unda olsa bo'ladi. Muhammad Usmon To'razov olib bergan. Masalan, meni shaxsan fikrim shuki, agar meni ob'yomim joyi mana shunaqa sizga o'xshab boqadigan holatim bo'lsa, qo'chqorni zo'rini qo'yib
Baribir aka yaxshi narsani bolasi yaxshi pul bo'lyapti-da. To'g'ri. Hammamizning maqsadimiz baribir pulga borib taqalyapti oxirida. To'g'ri. Masalan, hech kim yong'oqni shaqillashiga u arashanni ham boqmaydi, hisorni ham boqmaydi. To'g'ri. Narigi do'rperi ham boqmaydi, misol uchun. To'g'ri. Tagida bari daromad yotibdi. Daromad yotibdi. Endi hamma narsa ham bari daromadga bog'liq-da. Chunki u shuni qilishimizdan maqsad o'zi daromad. Shunaqa. Daromad qilsa bo'ladimi o'zi aka? Daromad qilyapmiz, qo'y managa. Yo'q. Mana. Yo'q ber. Xudo xolasa bu yilga aka 2 baravar bo'lsin inshaalloh. Bo'ldi. Yoqing. Ushlab turman, nima taraqa olay. O'zingiz chiqasin? Ha, o'zim taraqa olayinda. Noldan tara qilindi. Bismillahirrohmanirrohim. Tak, 10,5 kilo. 10 kilo 620. Ha, 4 kunlik yo 5 kunlik bo'ldi xolos bu. 2 kilo vesi olibdi. 2 kilo vesi oldi. Yaxshi, go'staymansan. Xo'p, bu birinchi boshlagan paytingizda bu so'liqlar bir partiya yangilandimi aka? Yo'q, o'shalar ham hali ham. Xo'p, o'sha qo'ylar shular. Bularni eslasangiz, mana tepada ko'rsatganmiz. Olib keldik, bolalarni tug'dirib, enlarini sotib yuboramiz deganlikni gap gapirganmiz. Hop. Shu qo'ylarni hali sotganimiz yo'q. O'sha boshida boshlagan qo'ylaringiz hali ham shular. Hali ham shular. Bolalari yetilgan bo'lsa yetildiki, narigilar kattalar sotib. Qo'chqor bolachalarini sotib yubordik. Mana endi to'rdan olib bo'lganmiz. Sog'liqlari hammasi turibdi. Xudo xolasa sog'liqlarni sotmaganmiz. Sababi biz o'sha hali ham Eldor bey bilan niyatimiz bitta. Doniyor bey bilan Eldor bey bilan niyatimiz bitta. 500 talikka chiqamiz. Keyin o'sha sotuvga chiqaramiz sog'liqlarni. Ungacha sog'liq chiqarmaymiz xudo xolasa. Inshaalloh mana shu hozir bir 100 ta bormi? Necha kam? Niyat mana shuni 5 ta qilish. Xudo xolasa. Xudo xolasa. 1000 ta bo'lsa aka, 5 ta kam. To'g'ri so'raganga yarasha kattaroq so'raymiz. Lekin so'raganimizga yarasha bo'lyapti. Xudoga shukr. Sababini o'tgan yil qanaqa niyatlar qildik? Mana xudo xolasa bu yil aka boshlandi xudo. Boshlandi inshaalloh. Endi ana oq qora boya Buxareskka dedik-ku. Mana Buxareskning ikkita bolasi. Ikkalasi ham sog'liq mana. Buxareskning bolalari ikkalasi. Nega bu yoqda yuribdi, onasi yoqda yuribdi? Onasini yelini kasallanib qoldi. Nimadir dirkan. Uni lecheniya qilyapmiz, hozir bermay turish kerak-da. Xo'p, buni nima boqyapti unda? Buni mashinaga qo'ylab boqyapti. Ha. Mehribon qo'ylar bormi aka? Mehribon qo'ylar bor, mehribon egasi bilan birga biz ushlab turamiz majburlar. Bola ajratmaydiganlar. Iloji yo'q, shunaqa qilib boqyapmiz. Gap yo'q, endi haliga iloji yo'q-da, bo'lmasa o'lib qoladi. Shunaqa o'lib qolgandan ko'ra endi mana qilib Alloh o'zi kechirsin, biror rizqini birovga beryapmiz, iloji yo'q uni. Yo'q, buni 1-2 kun ushlab tursangiz, menimcha bolasidek boqaveradi aka, haliga yonida onasini majburlab. Bunaqada bir mahal buni yemizamiz katta qo'yni. Bir mahal mana qo'y yemizamiz, bir mahal nargisini, hammasini o'sha egizatchilarini yemizmaymiz xolos. Qolgan hammasini yemizamiz. Keyin aka masalan endi misol uchun deylik bitta qo'y ko'rdingiz. Xo'p, qo'y zo'r. Xo'p, sifati yaxshi. Xo'p. Kimlardir aytadiki, 8 tish bo'lsa bo'lmaydi deyshadi-da. Siz o'shani olgan bo'ladi desalar, mutaxassis desa ham bo'laveradi. Necha yildan olgan bo'lardim. Olgan bo'lardim, sababi mana qo'yni, mana shu qo'yni oldim. Mana shu sizga qarab ko'rsatgan qo'y, bodam gulni oldim. Summasini aytishim shart emas. Qo'y bo'yi 90 plus. Katta qo'y, endi kameraga qanaqa ko'rinyapti bilmayman. 90 qo'y emas, bilinib turibdi. 90 plus qo'y. Eni ham yaxshi ekan. 6 tish buxos holatda oldim. Bu qo'ylar biz daladan bermaymiz-ku ovqatni. Oxiridan beramiz-ku. Bo'laveradi. Qolmagan bo'lsa ham olaveramiz bolasini. Boisi qancha ko'p tuqqan qo'y bo'lsa, shuncha yaxshi parvarish qilagan bolasini opti bo'lar ekanda. Qancha yosh bo'lsa, u bolasiga qaramasdan, emizmasdan, shunaqa bo'lib qolar ekanda. Shunaqa. Shuning uchun iloji bo'lsa, opti bor, katta, yosh kattaroq qo'ydan bola olsa yaxshi bo'lar. Endi aka shu oxirdan yegani uchun dedingiz, o'shani bir tushuntirib bering, yangi boshlagan akalarimizga oxir bilan yerda nimaga tishida farqi bo'lishini. Xo'p, yerdan tishlab yesa, tish tezroq yemirilib ketar ekan, tish qolmay qolar ekanda. Tishlab yeyolmas ekanda, u o'shaning cho'ponlar yosh kattalarni sotib yuboradi. Dalada boqa olmaydi. Dalada boqa olmas ekan ular. Endi bizniki asosan oxirida boqamiz. Tem bo'lib bizning ovqatimiz eng haligi nima deydi? Og'izda eriydigan. Og'izda eriydigan bizning ovqatimiz. O'shani hisobiga biz qo'rqmasdan olaveramiz. 8 tish bo'lsa ham, tish qolmagan bo'lsa ham olib boqaveramiz. Bir res bolasini olib turib, 10 yillasini keyin burdoq qilib ham chiqaraveramiz. Xo'p, demak, masalan, oxirda boqadigan akalarimiz tishi katta qo'y bo'lsa ham olishsa bo'laveradi. Uni qo'rqmasdan olishaversin. Bug'oz bo'lsa tem bo'li. Aka masalan, asosan hozir oladigan bo'lsa, bug'ozini olishsa,
misol uchun deylik 6 milliondan bo'g'oz qo'y olinsa, 1 oy 1,5 oyda tug'ib bersa, 3 oy bolasini ushlab tursa, hech bo'lmaganda 3 milliondan sotishadi bolasini. Shunaqa. Bu yilgi qo'zi, o'tgan yilgi qo'zi sezonimiz shunaqa bo'ldi. 3 million bo'ldi eng arzon qo'yisi. 3 milliondan sotsa 3 millionga enasi qoladi. Enasini bir 2 oy boqsa, o'sha enasini yaxshiroq tarbiyalab tursa-da, 2 oy boqsa yana ena bo'lib pul beraveradi-da yoshroqdan. Ashuna qilib jarayon qilib, oborot qilib ko'paytirib olsa bo'ladi. Endi Mahmudjon aka haligi katta qo'ylarni siz ham boqqansiz, men ham boqqanman, qari qo'ylarni. Boqqanmiz. Sochishda qiynalmadingizmi? Yo'q. Biz ham qiynalmadik misol uchun. Sababi semiz narsa bo'lsa, go'sht bo'lsa, laqqa, u любой odam olaver ekan. U haligi yosh katta qo'y, go'sht qattiq bo'ladi, u bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap. Men ham tavsiyalayman fikrda. Oriq bo'lsa haqiqatdan ham shunaqa ekan. Lekin semiz bo'lsa, u gap noto'g'ri gap ekan. Shunaqa. Mahmudjon aka endi haligi xabaringiz bor, meni videoyimni o'tkazmay ko'rasiz, bilaman, kommentariyalaringizda boshqalarda ko'rib turaman. Sezonida boshida aytildi. Mana shu paytda olib qolinglar, mana shu paytda ulgurib qolinglar. To'g'ri. Degan gap qo'chqor sezonda ham, qo'zi sezonda ham, bo'g'oz sezonda ham gapirilyapti. Unga negativ fikrlar ham bo'lyapti. O'zingiz mana qisqacha vaqt ichida qancha farq qilib ketgani haqida bir o'zingiz bir fikringizni bildiring, baribir bozorda ko'p yurasiz-ku. Endi narx-navoga aytadigan bo'lsak, o'sha qo'zi sezonni, bo'g'oz sezonni boshida olgan odamlar amakimlarga 3 million 300 dan olib bergan edim, adashmay turgan bo'lsam, 3 million 300 dan olib bergan edim. Hozir amakimning qo'ylarini 6 milliondan bermaydi. 2 oy bo'lib bo'lmadi. Shunaqa, 2 oy bo'lib bo'lmadi. Yaxshi sog'liq olib berganman, katta sog'liq olib berganman. Hozir o'sha lap-lap bo'g'ozligi ma'lum bo'ldi-da. Endi 6 milliondan yo'q hozir. Oddiy misol uchun 2 million 800 ming 2 oyda o'sha pul qo'shilyapti. U katta natija. Ertaga misol u qo'zilar shuna tushib bersa, yana qo'zilarni sotib olsa, enalari foydaga qolib ketadi. O'tgan yil xuddi shunaqa bo'lgan. Adashmayotgan bo'lsam 15-yanvarda olib bergan edim amakimlarga. 5 ta qo'chqarlari bor hozir. Qo'chqarlarni hozirgi kunda 7 milliondan oladi. Sezonda o'shanga hamma narsaga ulgurib qolish kerak. Shunaqa. Qo'zi sezon, mana aka, haligi gap ochilib qoldi. Qo'zi sezonda kecha bitta savdogar akamiz bilan gaplashdik. Mana shu yozda bo'lyapti turgan ish. 2 million 800 ming so'mdan tirsillagan qo'zilarni qo'ydik. Haqiqatan chiroyli semizlarni qo'ydik. Hozir 4 milliondan yo'q o'shalar. Aynan o'sha holatdagilari 4 milliondan yo'q. Yo'q. Olganlar lekin paytida foyda qildi. To'g'ri. Keyin bitta gapki, meni fikrim bo'yicha aka, hamma narsani o'zini sezoniga qarab boqqan yaxshi. To'g'ri. Qo'chqor sezonda qo'chqor, qisir sezonda qisir, bo'g'oz sezonda bo'g'oz, to'ppa-to'g'ri. Barra sezonda barra. To'g'ri. Hozir qo'y oladigan odam bo'g'oz qo'y olsa, qo'zi sezonda rasa qo'zilari sotadigan bo'ladi bu odam. Shunaqa. Qo'zilarni sotadi-da, enasi o'sha bo'rdoqqa o'tadi. Misol 5 ta qo'y oldi deb tasavvur qilaylik. 5 ta qo'y olib, haligini puliga 10 ta qisir olsa bo'ladigan holat bo'lib qoladi-da. Bo'ladi, qisir hozir erta 1-2 kundan keyin arzonlab ketadi. U 10 ta qisir oladi-da 5 tani puliga. 10 ta olamiz 8 ta oladi xatyabi. Misol yem-pemiga bittasini pulini ajratsa, ikkitasini pulini ajratsa, 8 ta уже bitta aylantirsa 12 ta bo'ladi. Shunaqa. Mana akalar. Xo'p, tuz обязательно turish kerak. Turish kerak. Mahsulotimiz ichida ham tuzimiz bor-ku, lekin bu addenda, bu boshqa temada. Agar nima bo'lsa, mahsulotni yana o'tkazib ham chiqarilayotgan paytiga to'g'ri kelgandik. Hozir yana chiqarilayotgan joyga kelib qoldinglar. O'zingiz uchun chiqarasiz? O'zimiz uchun chiqaramiz. Mana hurmatli obunachilar, qo'ylariga mana o'zlari mana shunaqa qilib yem tayyorlab beradilar. Qaynoqqina joydan. Issiq qo'l kuyadigan joydan. Qo'l kuyadigan joydan. Biz boshqa hech nima bermaymiz. Hashak ham bermaysiz. Hashak ham bermaymiz. Hashagi ham hamma narsa shuning ichida. Asosan shu ovqatdan boqamiz. Biz ham shu faqat kunjara bermaymiz, yem beramiz. Shu ovqatdan faqat. Eng qiziq joyi buni bitta qo'yimiz 1,5 kilo yiy oladi xolos-da. Ko'p yeyolmaydi. Qimmat tushmaydi. Yo'q, arzon tushadi. Yengil tushadi. Endi hali arzon tushib, kopeyka tushmaydi-yu, lekin arzonroq tushadi. Mana tarkibini ko'rsatishimiz mumkin. Mana pux mana. Kimdadir pux deydi, kimdadir o'lik deydi. Yer yong'oq po'choq, yo'q, yer yong'oq po'choq. Bir boshdan ketyapmiz. Chigiti ham bor. Simichka, hali puchroq simichkalar bor-ku. Arzon simichka. Xo'p, chigit. Toza chigit ekan. Toza chigit. Bug'doy yarmasi bor. Kepak ham bor ekan-a.
bug'doy yarmasi bor. Kepagi bor. Endi makka yarmi solmayapmiz, chunki hozir bo'rdaqlik uchun semirib ketib qo'yadi qisqasi qo'ylarimiz bizni. Ha, bo'g'ozlik uchun. Bo'g'ozlik uchun hali bo'rdoq sezonga chiqmaganimiz, o'shaning uchun hozir xudo xolasa bo'rdoqiga joy tayyorlatganmiz. Shu joyimiz tayyor bo'lsa bo'rdoqidan olib bo'rdoqiga. Lekin joydan unumli foydalanish mana shunaqa bo'ladi, hurmatli obunachilar. Teplitsa qilmasdan mana teplitsani o'rniga. Yo, teplitsa qilganmiz. Yo'q, hozir teplitsa qilmasdan. Hozir teplitsa emas. O'rniga mana qo'y boqilyapti. Yo, menimcha aka, necha metr uzunasi? Xo'p, bundan bu yoq 10 metr. 10 metr teplitsada hosil olganda menimcha buniki yaxshiroq foyda qiladi. Yaxshiroq foyda qiladi. O'sha taraflari bor, ventilyatorlar qo'yilgan yozgi kunida. Yozda bu salafan isitib yormaydimi? Yo'q, yozda buni salafanni yechamiz. O'rniga to'r tashlaymiz, haligi 100 foiz qalinlikdagi to'ri bor. To'rini shuni yopamiz, salqin bo'ladi. Endi bu yil sal boshqacharoq reja qilib turibmiz. Agar o'xshab qoladigan bo'lsa, o'shani bir qilganimizdan keyin bitta obzor qilamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, haligi sizga rejalarimni aytdim aka. Deyarli har kuni gaplashib turamiz akalar. O'zimiz yaqin akalarimizdan, festivallarda ham, konkurslarda ham biz juda ko'p birga ko'rgan akalarimiz bor. O'zbekiston bo'yicha bir aylanib chiqmoqchimiz. Xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha masalan cho'pon akalarimiz deymizmi, savdogar akalarimiz deymizmi, seleksioner deymizmi, xullas O'zbekiston bo'yicha aylanib chiqamiz. Kimni viloyatida masalan katta ob'yomda shunaqa qo'y boqadigan yoki mol boqadigan, ot boqadigan, xullas chorva yo'nalishi bo'yicha nima bo'lsa, qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Kommentariyada yozishsa, agar qiziq bo'lsa, kimni viloyatida mana shunaqa boqilayotgan joylar bo'lsa, yozinglar, inshaalloh biz borib yoritib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shu kunlarda inshaalloh o'sha narsaga sizlar ozgina motivatsiya berib yuborsalaring yo'lga tushamiz. Xudo xolasa. Mashinalarni shunday benzin gazini to'ldirib, gazga bosaveramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, endi nima gap so'zlar qolib ketdi? Mahmudjon aka bir obunachilarimizga berish kerak bo'lgan ma'lumotlardan. Xo'p, ma'lumotlardan. Ha. Licheynalari. U ashinasi to'g'risida endi aytmoqchi bo'ldim. Agar bizga o'xshab, mana shu qo'rida ko'paytiradigan odamlar bor bo'lsa, dalaga chiqarmasdan ko'paytirgan odamlar bor bo'lsa, bularga tavsiyam, endi o'zim maligi boshidan o'tgan narsani aytib bermoqchiman-da. Tavsiyam qo'chqor qo'shishdan oldin, bir hafta 10 kun oldin o'sha sog'liqlarni hammasini bir qator ponni lecheniya qilish kerak ekan. Vitaminizatsiya. Vitamin, anaqa jigar qurtiga va hokazo shunaqa narsalar bor-ku. O'sha vitaminlarni ponni qilish kerak ekanda, asosan anaqa kamayib ketib qolgan. Bo'g'ozli holatda qo'ylarda ham qon kamligi holat bo'lib qolar ekan. Mana undoq deganimiz sababini hozir aytib beraman-da. Mana mana shu qo'yimiz tug'di, bir 15 kunlik bo'lib qoldi shekilli bolasi. Nimjon shekilliga? Yo'q, nimjon emas. Bunda o'sha qoni kamlik kasalligi bor bunda. Turaqa. Har kun turg'izib qo'yamiz buni. O'zi semiz. Bu tirsillab yotibdi lekin. O'zi semiz. O'zi semiz, mana holati. Oyog'i ushib qolyapti bu qo'yi. O'zini o'zi turg'izib olmay olmayapti. Ko'p yotib qo'yapti-da. Ko'p yotganlik, mana bolasi ham yonida qimillamay yotadi. Qachon onasini turg'izib qo'yamiz mana shunaqa qilib, keyin bolasi yem oladi. Qoni kam qo'yi. Endi hozir bu bilan doktorimiz shug'ullanyapti, xudo xolasa. Shu qoni kamlik bo'lib qolar ekan asosan. Haligi odamda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi-ku. To'g'ri. Hayvonlarda ham shunaqa holat bo'lar ekan. Mahmudjon aka endi gapni boshlab oldik, gap kelaveradi-da. 100 ta qo'yingiz bor, 100 tasi tug'di. Xo'p. Ona bolani boqish bu yakkani boqishdan ko'ra qiyin emasmi? Endi bunaqada mashaqqatsiz ish bo'lmaydi. Ish bo'lmaydi. Hamma narsa o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi. Endi haliga kerak bo'lsa, bundoq tushuntiray sizga, ash qo'ylar tug'ildi kechqurun soat 12 da. Endi bu sovuq hol, endi baribir sovuqdi, baribir onaning qonidan issiq joydan tushdi. To'g'ri. Bularni uyimga olib kirib ketib, shu kotyolim bor, o'sha kotyorxonamda issiq joyga olib kelib saqladim-da. 2 soatda olib chiqib emizaman-da, bolalarni ushlab. Yana olib kirib qo'yaman-da. Shunaqa tong ottirganimizmi? Endi shuna bo'ladi-da, endi iloji yo'q. Bularni qarash uchun shunaqa qilish kerak-da. Shunaqa. Shunga yarasha hamma narsaning o'ziga yarasha mashaqqati bor. Yo'q, yeb ichishlarida misol uchun qiynab qo'ymaydimi odamni? Ona bola qo'y baribir ko'p yeydi deyshadi-yu. Endi menga hali bilingan yo'q. Bilingan yo'qmi? Bilinmasmi, xudo xolasa. Amin. Menga to'g'risi bilingan yo'q. Sababi endi biz o'zimiz mahsulotimizni o'zimiz ishlab chiqaramiz-ku. Yem zaxira beton bo'lsa bilinmaydi-yu, endi menimcha. Yo, endi haliga nima deydi? Shuncha narsangiz bo'lgandan keyin o'shanga yarasha harakatni ham qilasiz. Undan orqasidan Xudoyim taolo ham o'zi bilan rizqini sochib qo'yadi. Sochib qo'yadi. Yunglarni qachon olamiz bularni aka? Endi Xudo xolasa bularni yungini bahorda olamiz-da. Bahorda kulli isiganda olamiz.
keyingi sezonga birorta boshqa qo'chqor qilmaymizmi? Unaqa niyatim bor edi, qilmoqchi emasman. Aha. Boisi Ashpolvon qo'chqarimizdan yana bir partiya bola olamiz. Birorta haligi rang ro'yiga, sifatiga bir o'zgartirish kiritmaymizmi deyman-da. 500 talikka chiqqungacha xudo xolasa mash tempda ketamiz. Ha, u yog'iga elitalashib ketaveramiz. Ha, 500 taga chiqqanimizdan keyin bu yerda faqat elita variantiga olib o'tamiz bu uyimizni. Qolganlarimiz o'sha yerga olgan joylarimizni ko'rsatib, bittasini aytdim ham. Yangi ferma. Ha, ashaga olib borib, o'sha yerda joylarini qilib, ularni obzorini qilamiz xudo xolasa inshaalloh. Elitasini şeyda boqamizda, u yoqda bo'rdoqchilikka yo'q, faqat nafaqat bo'rdoqchilik. O'sha sentyabr, oktyabr oyida bo'rdoqlarini sotib turib, ponni bo'g'oz yig'amiz hammasini. Ha. Ponni bo'g'oz yig'amizda, o'sha nechta qo'yimiz bo'lsa, hammasini bo'g'oz variantiga yig'amizda, keyin yana qo'zi sezonda sotib turib, yana inlarni bo'rdoq qilib turib, yana shuni davom ettirib ketaveramiz. Cho'ponlarning ishini o'sha qo'ra variantida qilar ekansiz. Xuddi shunaqa, xudo xolasa inshaalloh. Xo'p, niyat shunaqa. Taxtada boqish, taxta polda boqish bilan yerda boqish farqi aka. Xo'p, agar bo'rdoqiga boqmoqchi bo'lishsa, taxta poldaqa zo'ri yo'q. Birinchidan yem oz yeydi, yaxshi semiradi. Naslchilik yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, poldan yaxshisi, yerdan yaxshisi yo'q. Ha, naslga. Naslga. Chunki esingizda bo'lsa, o'zingiz ham esingizda bo'lsa kerak, bayda narga qo'ramiz ham polida polnisda. 3 mutaxassislar kelishdida noto'g'ri qilibsiz, polni buzing deyishdi. Endi beni ham buzmoqchi edimi? Buzmadim. Bu menga kerak ekan hali. Bu tomonlar o'sha yerligicha qoladi, bu polligicha turib turar ekan bizda. Qo'y yurib turgani yaxshi-da, bo'g'oz qo'y. Yurib turgani yaxshi ekan. Qo'y yurib turgani yaxshi. Zagon qilib qo'yilsa agar sharoit bo'lsa, undan ham zo'r bo'ladi. Unga niyetsini endi ungacha ilojimiz yo'q. Endi hozircha mashinaga ko'nikib turamiz, xudo xolasa. Shunaqa. Hurmatli onachilar, endi bo'g'oz qo'ylar bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha ochiqda bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Boya aytganimizdek, vitaminizatsiyalarni ham vaqti-vaqtida qilib turish kerak. Sababi bular tabiatda yashagani yo'q. Yerlarda o't yegani yo'q, o'ziga kerakli vitaminlarni olgani yo'q. Mana shu narsalarni aka oziq-ovqatini men rangida ham ancha ta'sirini sezdim. Buni rangini ushlab turishi bo'ladi-yu. Vitaminizatsiya, o'sha to'yinib ovqat yeyish, vitaminga boy ovqat yegan qo'ylarda mana shu rangini, sifatini men sezdim aka. Ana shu narsani men obunachilarimizga tavsiya qilaman. Vitaminga boy narsalarni yoki vitaminizatsiyalar yaxshi qilib turishni. Mana shu polvon qo'chqarimiz kelganda, kimdir esida ham bo'lsa kerak, sizga tashlaganman ham videosini. Ayt. Jimtir. Shu qo'chqarimiz kelganda bardovoy bo'lganda bu qo'chqor. Qizg'ish. Yo'q, bundaqa nima deydi? Bundaqa qora rang bo'lganda, bundaqa rang bo'lganda. To'mli rang bo'lganda, bunaqa oqib bo'lmagan bu qo'chqorni. Lekin oqarib boryapti. Endi qanchalik darajada oqaradi men bilmayman. Hop, bollari zo'r tushyapti. Bo'yi 1.4. 6 tish. Agar 8 ta qolmagan bo'lsa 6 ta bo'lishi kerak. Ha, ko'ryaptimi? Yo'q, ko'ringani yo'q. Jim tur. Yo'q, 6 ta ekan. 6 ta ekan. 6 tish. Ot polvon liniyasini bilmayman lekin. Endi polon liniya deb ayta olmayman, chunki bilmayman. To'g'ri. Menga polon liniya deb sotilmagan. O'zim ishqiboz bo'lib olganman. Bu ishqiboz bo'lganim bo'yisi buni kastiyaga ko'rsatdingda. Mana kastiyalik ishqiboz bo'lganman men. Baquvvat. Orqa oyog'imdan baquvvat, old oyog'imdan baquvvat. Tushlari zo'r kelgan. Endi rang endi haligi insonda ham qaysinisi oqdi, qaysinisi qora bo'ladi-ku. O'shaning uchun rangi menga qiziq emas. Yo'q, hurmatli onachilar, men juda ko'p aytaman aka. Sifatga bir ishlaylik, yaxshi qo'chqorlardan olib keling, go'zallardan olib keling deb ko'p, masalan, o'zim haligi qildim. Gazladim deydi-yu, olib keling. Hurmatli onachilar, aytayaptilarki, men 500 taga chiqib olay, keyin siz bilan boshqacha gaplashaman dedilar. Xudo xohlasa. Inshaalloh o'sha kunlarga yetqizsin. Ana shunaqa chiroyli syomkalarni obunachilarimizga inshaalloh yetkazib beraylik. Amin. Men o'ylaymanki, shu oxirgi oy ichida eng qiziq syomkamiz mana shu bo'ldi deb o'ylayman. Sababi bitta videoda berilmaydigan savollarni ham menimcha hammasini berib tashlayapman. Yerda, polda, ukol, dori, bo'g'oz, qisir, bo'rdoq hamma savolni menimcha berdim. Hali tish to'kilgan qo'y, tish to'kilmagan qo'y. Xullas beryapman. Endi inshaalloh keyingi manzilimiz endi haligi birinchi o'zingdan boshla deydi-yu. Shunaqa.
Sirazi voqeaga ketib bormaylik. Ha. Zohidjon akam qo'rilariga borib kelamiz bugun Xudo erta xohlasa. inshaalloh. Xudo Quvaga agar obunachilarimizga qiziq bo'lsa, kommentariyada o'sha tasdiqlab turishsa, ma'qullab bizga motivatsiya berib turishsa, hamma ishlarimizni yig'ishtirib inshaalloh o'zi emas aka, o'zingiz xabaringiz bor. Hammamiz musofir bo'lganmiz. Musofir bo'lib bir joyda bir kun yashash o'zi emas. To'g'ri. Inshaalloh O'zbekistonni aylanib chiqamiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, keyingi manzilimiz inshaalloh balki ertagadir, balki indingadir Quvaga boramiz, Farg'onaga. Xo'p, agar qo'y desangiz, meni vaqtim bo'lsa birga boramiz, xudo xohlasa. Zohid ustoz bilan birga ko'rishib, birga bir maslahatlarni ham olib ham kelamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Keyingi manzilimiz Toshkent, Jizzax, Samarqand, Buxoro, xullas obunachilarimiz lokatsiya tashashgan joy bo'lsa, xudo xohlasa. Inshaalloh borib, lokatsiya tashashsa, plus telefon nomerlarini ham tashashsa, bir ikki donadan xatyabi. Shunaqa. Chito'bi bittasi ishlamay qolishi ehtimoli bor. Ikkinchisiga telefon qilib, biz palon joyga yetib keldik deb haliga manzilni aytishimiz uchun. Shunaqa. Tog'larni uchiga chiqib syomka qilib beramiz. Lekin meni eng qiziqtirgan narsa, quvontirgan narsa ijtimoiy tarmoqda yaxshi taraf shuki, xabaringiz bor, Jizzaxga ko'p boraman. To'g'ri. Jizzax tog'ini uchiga chiqdik hali, Adirni uchida yuribmiz, endi mehnat qilib bir ter to'kib chiqdik halining ustiga. Chiqsak, siz vulqonimizdanmisiz dedilar hali cho'pon aka. Ha, o'sha bo'laman desam, haliga gap yo'q deb, nomerlarni berib, vaqti bemahal kelaverasiz. Men haliga xursand bo'lganim o'sha ijtimoiy tarmoq orqali ham aka-uka bo'lib ketyapmiz obunachilarimiz bilan. To'g'ri. Xudo xolasa ana shu taraf quvontiradi, hurmatli obunachilar. O'shaning uchun sizlarga mana shunaqa qiziqarli kontentlar qilishdan to'xtamaymiz. Amin, to'xtamaylik iloyim. Xo'p, videomizni ham vaqt cho'zilib ketib qolmasin, sizlarni ham zeriktirib qo'ymaylik va haliga 3 ta videoda bo'ladigan gaplarni bitta videoda gaplashib qo'ymaylik. Ertaga yana kelishimiz kerak bu qo'raga. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, kanalimizga obuna bo'lmagan akalarimiz bo'lsa, obuna knopkasini bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lsalaring mana shunaqa qiziqarli videolardan bexabar qolib ketmaysizlar. Inshaalloh videomiz mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha kuzatgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketqizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat sizga. Yaxshi ko'rishaylik. Rahmat.